Tabiatni asrash tanlov emas. Bu barchamizning burchimizdir. Internet tarmoqlarida Chorvoq hududidan tayyorlangan bir lavha juda ham ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Eng achinarlisi bilasizmi nima? Bu holat shunchaki tabiiy ofat yoki tabiat injiqliklari tufayli vujudga kelmagan. Chiqindilarini belgilamagan joylarga tashlab ketishi asosiy sabablardan biri shu tumanimizda chiqindi poligoni mavjud emasligi. Sur poligonimiz 80-90 kilometr uzoqlikda. Chiqindilar qutilarini bugun o'rnatib qo'ysa, bir haftadan keyin olib ketib qolish holatlari ham bo'lgan. Kuzatuv kameralarini ko'paytirishimiz lozim. Rahnamo servis o'z vaqtida olib chiqib keta olmayapti. Rahnamo servis faqat maishiy chiqindi bilan ishlaydi. Musor kelmaydi. Hozirning o'zida bir oyda bir kelyaptimi? Masalan, 3 reys rejasi bo'lsa, 2 reys qiladi. Bu avtomatik tarzda musor yig'ilish anaqasidan olib kelyapti. Bu musorlarimiz hali ham sasib turibdi. To'lovlari qilsak ham, shunda ham xohlagan paytida kelishadi. Endi nima deb o'ylaysiz? Mana shunday manzaralar to'g'rimikan? Maishiy chiqindilar olib chiqilib ketildi. Idishdagi suv. Uni qay holatda saqlash tabiatga emas, bizga bog'liq. Xulosa esa o'zingizdan. Befarq bo'lmang. Omon bo'ling.